Do'stlar, Farg'onalik multimillioner mashinalarning eksklyuziv obzori boshladi. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Nima qilib tashyapsiz? 1 yil oldin keldim. Men bu Gelik X6 BMW edi, to'g'rimi? Men bu GLS nima edi uning o'rniga? Kia Carnivalda, menimcha. 1 yilda namuncha hayot o'zgarib ketdi. Men bu Gelik sizniki. Nech pulga tushdi? Bu 235 mingga oldim. 235 mingga o'sha 1-2 yil yurilganini oldingiz, no o'zingizga moslab, yoqqanini oldingiz. Eng qizig'i mana nomerlari Abdulaziz Qobilov 775 nima 775? 775 best matchimiz bo'lgan, qiyinchilik paytida shu esdalik bo'lib qolgan. Gap. Hamma mashinalarga shunaqa. Abdusha tabriklayman. Hammaga nasib qilsin kerakli do'stlar. Eng qizig'i GLS unda kim yuribdi? Bu GLSda dadam yuradilar. Bunda Shahzod yuradi, Davron. O'zingiz komandangiz xodimlari. Bu mashinalarimiz o'sha BB Groupga tegishli, hamma xohlagan mashinasini minaveradi. Tog'larga chiqqanda minamiz, buni yaqinda oldik. Butun komandalar ham mashinalari 1 yilda kuchayibdi, zo'rlashdi. Chunki bu hamma yutuqlarga shu barcha komanda bilan erishganmiz. Shuning uchun hamma bir xilda bo'lishi kerak. Qisqa tanishtirib o'taman. Birinchi marta ko'rayotganlarga Abdulaziz aka Qobilov shu adalari bilan katta bitta holding egasi bo'ldi, BBB Group deb nomlanadi, to'g'rimi? Ko'rayotganlarda ham avtosalondan bularniki BBB Building qurilish, katta qurilish nechta obyektga ketyapti? Hozir 3 ta obyektga ketyapti. Beton zavodda ham obzorini qilganmiz. Juda ham eng katta beton zavodi Farg'onada, 5 bola. Drobilkasi bor. Drobilka. Yana spetsexnika bor, 6 million dollarlik arendaga topshiriladigan. O'shanda obzorini qilganimda aytdim, ikkita betonameshalkani sotib, geri olsangiz bo'ladi desam, sotmasdan turib ovorisi. Yana kreativ texnika edi 62 ta bo'libdi. Shunaqa. Nimada sir endi? Kimdir ko'ryapman, qanday bu ishlayotdi deyapti, nerealniy deyapti. Avvalo o'sha Xudoni bergani, ota-onamiz duosi, shu komandamiz zo'rligi bilan Xudoga shukr shunaqa natijalarga erishib keldik. Harakatda setayotganimiz. Prosta o'zidan o'z ishlama kelib qolmaydi. Yo'q, yo'q. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Sizga havas qilib oldik-da aka. Gap yo'q, gap yo'q. Hammaga nasib qilsin do'stlar, shunaqa mashina ko'rayotganinglarda poyma-poy hammasi bo'ldi. Birinchi mashinangiz Matiz bo'lgan. Osmondan tushib qolishdi deb o'ylashmasin. Shunaqa. Bitta yana do'stlar gazni bosib qo'yaman. Bir 5-odam bo'lyapti. Sizga havas qilib oldik deyotgan. Sizga ham nasib qilsin. Farg'onalik millioner uchun отдельно like ko'rayotganlarda viloyatdagi millionerlar ham ko'payyapti, kuchayyapti va undan ham zo'r bo'lsin.